Assalomu alaykum. Yevropaga kelaman, foray deyman degan machalarga layfhakmi? Shuda o'zimizda E kategoriyaga imtihon topshiriladi. 45-90 gradus orqaga deb nima uchun kerak ekan deb o'ylaydim. Akani ish jarayoni 5-6 urinishi. Akaga tushib ko'rsatib turaman dedim. Aka o'zim kirgizaman gajirdatib dedi. Inglizchani tushunmasam. Ha dedim dagini. Video olishga harakat qildim. Bachalarga ko'rsataman. Like yig'aman deb. Like bosing, kommentariy yozing. Farqi yo'q. Sizlarga farqi yo'q bo'lsa, menga ham farqi yo'q deb aka xafa bo'lib ketib yardi.